2025-yil 25-noyabr kuni Koson tuman axborot kutubxona markazida ma'naviyat va ma'rifatga boy benihoya ahamiyatli tadbir bo'lib o'tdi. Unda O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasi Qashqadaryo viloyati bo'limi rahbari boshchiligidagi uyushma a'zolari tomonidan 100 nusxada badiiy adabiyotlar kutubxonaga tuhfa qilindi. Katta kitob karvoni tashkil qilindi. Har bir viloyatga ham 2000 donadan kitob ajratildi. Jumladan bizning Qashqadaryo viloyatimizga ham 2000 dona kitob ajratildi. Lekin ular hammasi joylarga yo'naltirilgan holatda. Masalan, Abdulla Arif nomidagi axborot resurs kutubxonasiga 100 dona, Abdulla Arif ijod maktabiga 100 dona, 150 dona. Keyin mana Sharsabzdagi Temuriylar maktabi bor. Temurbeklar maktabi, unga 100 dona kitob. Keyin viloyat favqulodda vaziyatlar boshqarmasi viloyat bo'limiga 100 dona kitob ajratilyapti. Keyin maktablar, G'uzor tumanidagi 84-maktabga 100 dona kitob ajratganmiz. Mana endi bu tashabbus eng chiroyli tashabbus bo'lyapti, chunki biz ma'rifat ulashyapmiz xalqimizga. Bu kitoblar hammasi o'sha O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining haligi hamkorligida chiqarilgan adabiyotlar. Bular hammasi bizning eng katta yutug'imiz, bizni tumanimizda ijodkorlar birdamligi bor. Ijodkorlar bir-biri bilan hamfikrligi bor. Mana shu boiski, mana ijodkorlarimiz hammasi jamuljam bo'lib Gulbahor opam bunga bosh-qosh bo'ldilarki, mana shu Abdulla Arif izdoshlari nomli kitobni nashr ettirilishi bu mana shu mustaqilligimizni bayramiga katta tuhfa bo'ldi. Kitobxonlarning esa mana bu yerga kutubxonaga taklif qilib, ularni diqqatini mana shunday ajoyib bir takrorlanmas adabiyotlarga oshno qilishda bunday tadbirlarning ahamiyati juda ham katta. Mana kitob karvoni ochig'ini aytsam, tumanimizda bir katta bayramga aylanib ketdi desam mubolag'a bo'lmaydi. Mana bugun G'ulomjon Abdiyev tashabbusi bilan mana shu chop qilingan Abdulla Arif izdoshlari kitobi taqdim qilindi. Birinchi maktabda bolalar qanchalik qiziqish bilan uni tinglaganligini guvohimiz. Mana bugun eng shu tumanimizda ko'zga ko'ringan ajoyib nima deydi, shoirasi Gulbahor xonni 3 ta kitobi taqdimoti o'tkazildi. Men o'sha ayol bilan Naslarning gul ifori, Mustaqil kitoblari taqdimoti bo'lib o'tdi. Bundan tashqari mana G'ulomjon Abdiyev o'zlarining masalan tegishli kitoblarini, boshqalarning sovg'a salomlarini topshirish marosimi bo'ldi. Mana bugun hozir Abdulla Arif kutubxonasidamiz. Mana shu kutubxonada mana 100 dan ortiq kitobni mana G'ulomjon Abdiyev O'zbekiston Yozuvchilar uyushmasining taqdimotiga asosan olib keldilar, taqsimotga asosan. Bu kitoblar masalan juda bir quvonch bilan biz nima qilyapmiz, qabul qilyapmiz, chunki bu yerda juda bir ajoyib kitoblar majmuasi bor. Buni bilan masalan biz hali tanishib chiqamiz, o'qiymiz, yoshlarimizga targ'ibot qilinadi. Mana shu kutubxonani mutasaddi xodimlari ham har kuni ochig'ini aytsam, bu yerda kutubxonada qancha yoshlar to'planib birgalikda mana shunday madaniy, ma'rifiy ishlar jarayoni olib borilyapti. Chiroyli shoira kechalarimizni, kitobxonlik kechalarimizni mehmoni bo'lib yuribsiz. Sog' salomat bo'ling. Tashakkur.